Apravani olish Moto ustoz bilan yana ham osonlashdi, chunki onlayn darslikni yo'lga qo'yganmiz. Ishdan, uyda o'qishda bo'lsanglar ham farqi yo'q. Bemalol onlayn tayinlansanglar bo'ladi. Ofitsial programmamiz bor. Akam Surxondaryodanlar. Bizda onlayn o'qidilar, hozir yo'llanmalarni qilib berdik, vajdanalariga tayyorlandilar. Endi borib imtihonni topshirib bemalol apravani olsalar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana o'zimizning ofitsial programmamiz bor. Shuni logininglarni beramiz. Registratsiyadan keyin testlar, aralash testlar, bemalol testlarga tayyorlansanglar bo'ladi. Shunda hamma savollarga tayyor bo'lganinglardan keyin imtihonga borib apravani olsanglar bo'ladi. Vajdanani bo'lsa o'zimiz o'rgatamiz, unisi offlayn bo'ladi. Bemalol telefon qilinglar, kommentariy yozinglar, hammasiga javob beramiz. Bu videoni mototsiklga qiziqyapti, lekin mototsikl pravasini olishga vaqti yo'q insonlar bo'ladi. O'shalarga jo'natib qo'yinglar. 16 yoshdan 76 yoshgacha hammasini o'rgatib, imtihonga tayyorlab, mototsiklni ustiga o'tkazib qo'yamiz, xudo xolisa. Hammaga rahmat.